Dod harfi yo'g'on harf, tilla orqasi ko'tarilishi kerak. Demak, unda fatha o, kasra i kabi talaffuz qilinadi. Ketdik. Tilimni ikki yoni va oldini hozir ko'rsatganimdek tepaga ko'taraman, tilla ortini ham ko'taraman va fatha, kasra, domma bilan qisqa bo'g'inlar talaffuz qilaman. Do, di, du. Yana bir bor qaytaraman. Do, di, du. Va endi sukunli qilib talaffuz qilib beraman. Bunda o'sha sirg'aluvchi jihati dodni paydo bo'ladi, chunki bu yerda havo qamalib og'iz ichida o'sha bo'shliqda sirg'aladi. E'tibor berganingizdek havo qamaldi va ozgina ortga yutildi.